Xo'p, demak biz davom etamiz. 11-masala. AD perpendikulyar BC quyidagi shaklda nechta to'g'ri burchakli bo'lmagan uchburchak mavjud debdi. Ya'ni to'g'ri burchakli bo'lgan uchburchaklarda demak jami uchburchaklardan ayirib tashlasak ham bo'ladi. Yoki da bo'lmasa biza nima qilsak bo'ladi, demak mana bu AD ni demak men yo'q deb hisoblashim yetarli. Ya'ni AD bo'lmagan taqdirda demak любой uchburchagim demak to'g'ri burchakli uchburchak bo'lmaydi. Ya'ni demak A har doim 3 bo'ladi. Yuqorida eshitgan masalalarimizga o'xshab. Demak yon tomonlarni men necha xil usulda tanlashim mumkin? Hop, 1 2 3 4 5 6 ta chizig'ichidan tanlayman. Ya'ni C 6 tadan 2 ta. Hisoblasak 15 ta vaziyat bo'ladi. Asosida nechta vaziyat bo'ladi demak? Bitta vaziyat. Ya'ni bitta vaziyat deganim shu BC ni o'zi asos bo'lishi mumkin, boshqa asos yo'q. Demak jami nechta uchburchak bo'ladi shunda? Menda demak 15 ta uchburchak borligi kelib chiqadi. Demak 12-masalaga o'tamiz. Ushbu shaklda nechta turli uchburchak bor? Yaxshi. Demak nechta turli xil uchburchak borligini ko'ramiz sizlar bilan. Endi birinchi navbatda uchburchaklar analiz qilib olaylik. Qaysi uchburchaklar bor? Misol mana bu uchburchak bor. Yoki deb bo'lmasa mana bu uchburchak bor. Ya'ni men bu tarafda sanayotganlarim hammasi mana bu yoqda, mana bu sohadagi uchburchaklar. Ya'ni bu sohada nechta uchburchak bor? 3 endi menda mana bu O nuqta bo'ladi. Birinchi 3 O nuqta. Demak yon tomonlarga men necha xil usulda tanlashim mumkin? 1 2 3 4 5 6 7. Ya'ni yon tomonlari C 7 tadan 2 ta. Ya'ni buni hisoblasam 20 bittalik kelib chiqadi. Asos bitta, ya'ni asos AC. Bitta. Demak jami demak hisoblaydigan bo'lsam 20 bitta uchburchak bor. Ya'ni AOC ni ichida. Endi AOB ni ichidagilarni hisoblayman. Yana 3 O nuqta. Yon tomonlarni men nechtadan tanlashim mumkin? 1 2 3 4 5 6 7. Endi AOBda yana xuddi shu gap. Yon tomon demak 20 bitta vaziyat bilan tanlanadi. Ya'ni C 7 tadan 2 ta. 20 bitta. Asosi necha xil usul bilan tanlanadi? Demak bitta. Ya'ni bu ham AB. Bo'ldi, demak jamini hisoblaydigan bo'lsam bu yoqda ham 20 bitta. Demak общий uchburchaklar soni demak AOC ni ichida 20 bitta, AOB ni ichida 20 bitta va ABC ni o'zi ham bitta uchburchak. Biz ABC ni sanamadik. Demak hammasini qo'shadigan bo'lsam 21 plus 21 plus 1 nechta? 43 ta uchburchak borligi kelib chiqadi. Demak sizlar bilan davom etamiz. Xo'p, ketdik. 13-masalaga o'tamiz. Sizlar bilan demak 13-masalada ushbu shaklda nechta turli uchburchak bor debdi. Endi bu masalada biza qanaqa yondashishimiz kerak? Endi uchburchaklarim demak menda qanaqa vaziyatlarda bo'lishi mumkin? Ya'ni menda uchburchaklarim ikki xil vaziyatda bo'lishi mumkin. Birinchisida demak A nuqta uchi bo'lgan uchburchaklar. Ikkinchisida demak B nuqta uchi bo'lgan uchburchaklar bor menda. Shular har birini alohida sanayman. Xo'p, demak A nuqta uchi bo'lsa, men yon tomonlarni mana bu chiziqlardan bittasini tanlashim mumkin. 3 4 5 mana. 1 2 3 4 5 ta. Ya'ni C 5 tadan 2 ta tanlayman. Yozaman yon.
tomon demak S 5tadan 2ta. Ya'ni buni hisoblasam nechta chiqardi? 10 ta chiqardi. Asosini nechta chiziqdan tanlayman endi? Vot mana bundan, mana bundan tanlashim mumkin. Ya'ni S 3tadan bitta. Jami demak 3ta. Demak A nuqta 3 bo'lgan uchburchaklarim soni jami 10 ko'paygan 3. 30 ta demak uchburchak bor. 3i A nuqtada bo'lganlar. Endi 3i B nuqtada bo'lganlarni hisoblayman. Yon tomonlarga nimani tanlayman? Yon tomonlarga. Vot 2, 3. Mana shu 3 taning ichidan 2 ta tanlashimiz kerak. S 3tadan 2 ta. Ya'ni 3 ta. Asosiga demak mana qizildagi chiziqlarni tanlayman. 1, 2, 3, 4, 5. Ya'ni asosini men S 5tadan bitta usulda tanlayman. Asos bitta. 5 ta. Demak jami menda nechta? 3 kere 5. 15 ta uchburchak bor. İşte B nuqta 3 bo'lgan uchburchaklarim soni bu. Demak hamma uchburchaklar sonini toping desa men nima qilib qo'yaman? Men 30 ta bilan men 15 tani nima bir-biriga qo'shaman. Jami demak 30 plus 15. Ya'ni 45 ta uchburchak borligi kelib chiqadi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi bu masala. Agar hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi 14-masalaga o'tamiz. Quyida berilgan 6 ta nuqta orqali nechta turli uchburchak yasash mumkin? Ya'ni uchburchak yasashim uchun men 3 tasini tanlab olishim kerak, lekin bitta to'g'ri chiziqda yotganlarni nima qilishim kerak? Ayirib tashlashim kerak. Ya'ni 3 ta nuqta tanlashlar soni. Demak, 3 ta nuqtani istalgan tartibda tanlayman birinchi. 3 ta nuqtani tanlashlar soni nechta? S 6 tadan 3 ta. Ya'ni bu 6 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 3 faktorial. 4, 5, 6 taqsim 3 faktorial 6. 20 ta demak uchburchak bor. Lekin 20 ta deylik, shu 3 tasini tanlashlar soni 20 ta. Lekin uchalasi bitta to'g'ri chiziqda bo'lgan vaziyat ham bor. Ya'ni mana A, O, B mana uchalasi bitta to'g'ri chiziqda yotibdi. Shuni ayirib tashlayman. Ya'ni 3 tasi bitta chiziqda bo'lganlar bu bitta vaziyat. 20 tani ustidan men demak men bittani ayiradigan bo'lsam, uchburchaklar soni kelib chiqadi. Chunki uchburchakda 3 tasi bitta to'g'ri chiziqda yota olmaydi. 20 minus 1 ya'ni 19 ta uchburchak borligi bizga kelib chiqadi. Demak, davom etamiz. 15-masalaga o'tamiz. 15-masalada nima debdi? AC to'g'ri chiziqda 3 ta nuqta, DL to'g'ri chiziqda 5 ta nuqta berilgan. Vot mana. ACda 1, 2, 3, DLda 1, 2, 3, 4, 5 ta nuqta berilgan. Uchlari shu nuqtalarda bo'lgan nechta turli uchburchak yasash mumkin? Buni ikkita usulimiz bor, ya'ni bundan bitta AC chiziqdan bundan ikkita tanlash, bundan ikkita, bundan bitta tanlash. Yoki bo'lmasa biz xohlasak mana C 8 ta nuqtadan 3 tasini tanlayman. Demak 3 ta tanlashlar soni 3 tasi bitta chiziqda bo'lib qolganlar. ACda bo'lsa C 3 dan 3, DLda bo'lsa C demak 5 dan 3. C 8 dan 3 nimaga teng demak? 8, 7, 6 taqsim 6. Minus C 3 dan 3 1 ga teng. C 5 dan 3 nechi bo'ladi? Demak bizada 10 ga teng bo'ladi. 8 kere 7 qoladi 56 minus 11. Ya'ni bizada nechta? 45 ta uchburchak borligi kelib chiqadi. Demak bu 15-masalaning yechimi edi. 16-masala. Quyida berilgan 8 ta nuqta orqali nechta turli uchburchak yasash mumkin? Demak 8 ta nuqta orqali e'tibor beringlar. Nechta turli xil uchburchak nima qilish mumkin debdi? Yasash mumkin debdi.
Yaxshi. Endi bu masalaga qanaqa yondashamiz qaranglar. O'zimizda demak eski an'analarimizni solib qolamiz. Ya'ni 8 ta nuqta borligi uchun men birinchi navbatda nima qilaman? Shu 8 ta nuqtaning ichidan 3 tasini tanlab olaman. Ya'ni mana tepada hisoblagandim, mana bu 56 ta bo'ladi. 56 ta bu 3 tasini tanlashlar soni, 3 ta istalgan nuqtani. Endi 3 tasi ham bir to'g'ri chiziqda bo'lishlar soni. Ya'ni mana otsa chiziqda bo'lishi mumkin. Ya'ni men bunda C4 tadan 3 dan tanlayman. Tanlashim kerak. Nimaga teng? 4 ta va mana OK to'g'ri chiziqda bo'lgan paytda 1 2 3 4 5. C5 tadan 3 ta. Ya'ni bu nechta bo'ladi? 10 ta. Mana shu ikkalasini ayirib tashlashim kerak. Ya'ni 56 tadan ayirib tashlayman 14 ta. Ya'ni 42 ta demak menda nima? Uchburchak borligi kelib chiqadi. Demak bu 16-masalaning yechimi bo'ldi. Sizlar bilan davom etamiz. Demak 17-masalada kvadratning tomonlarida berilgan 8 ta nuqta orqali nechta turli uchburchak yasash mumkin? Demak, kvadratning tomonlarida berilgan 8 ta nuqta orqali nechta turli uchburchak yasash mumkin? Nima qilaman? Birinchi qadam yana shu 8 taning ichidan istalgan 3 tani tanlayman. Demak, buni hisoblagandik biz 56. Demak, uchalasi ham bitta to'g'ri chiziqda bo'lishlar vaziyati. Demak, uchalasi ham mana bu chizig'imda bo'lishi mumkin. Xo'p, mana C3 dan 3 yoki mana bu chizig'imda bo'lishi mumkin. Bu yoqda ham C3 dan 3. Mana bu chizig'imda bo'lishi mumkin. Bu yoqda ham C3 dan 3. Mana bu chizig'imda bo'lishi mumkin. Bu ham C3 dan 3. Ya'ni 4 ta C3 dan 3 bor ekan menda. Ya'ni uchalasi ham bitta to'g'ri chiziqda yotadiganlar 4 ta vaziyat tashkil qiladi. Mana 56 tadan demak men 4 tani ayirib tashlaydigan bo'lsam, uchburchaklar soni kelib chiqadi. Demak, uchburchaklar soni 56 minus 4. Nechta? Demak, 52 taligi kelib chiqadi. Demak, bu 17-masalani yechimi bo'ldi. Endi 18-masalaga o'tamiz. Sizlar bilan yulduzchada berilgan 10 ta nuqta orqali nechta turli uchburchak yasash mumkin debdi. E'tibor beramiz. 10 ta turli nuqta orqali nechta uchburchak yasash mumkin? Demak, har doimgi gap birinchi qadamda men shu 10 taning ichidan istalgan 3 tasini tanlab olaman. Ya'ni bu 10 9 8 taqsim demak 6 9 kere 8 72 6 ga bo'lsam 12. 120 ta demak bu 3 ta tanlashlar soni. 3 ta nuqta tanlash deb yozib qo'yaman. Uchta nuqta tanlashlar soni. Endi ikkinchisi, buni bitta to'g'ri chiziqda bo'lishlar vaziyati. Ya'ni qaysi chiziqlarda bo'lishi mumkin? AC'da, AD'da, CE'da, BE'da va BD'da. Ya'ni 5 ta chiziq, har birida 1 2 3 4 tadan nuqta va shular 3 tasini bitta to'g'ri chiziqda bo'lgan vaziyatlari. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Ya'ni 5 ko'paytirilgan 4. 20 ta bu demak bir to'g'ri chiziqda bo'lishlar soni. Demak, uchburchaklar soni kerak edi menga. Uchburchaklar soni nechta? Shunda 120 tadan ayirib tashlaymiz 20 tani. Demak, 100 ta uchburchak borligi kelib chiqadi. Endi biz sizlar bilan 19-masalaga o'tamiz. Quyidagi shaklda 7 ta nuqta orqali nechta turli to'g'ri chiziqlar o'tkazish mumkin? Demak, 7 ta nuqta orqali nechta turli to'g'ri chiziqlar o'tkazish mumkin? Demak, to'g'ri chiziq uchun menga 2 ta nuqta kerak. Shuning uchun C7 tadan 2 tani tanlab olaman. Bu necha bo'ladi? 7 kere 6 taqsim 2. Ya'ni nechta? 20. Bitta demak ikkitasini tanlab olishlar soni bu. Demak, ikkita tanlashlar soni. Menimcha shu joyi hammaga tushunarli bo'ldi. Ya'ni ikkitasini tanlashlar soni menda nechta bo'lar ekan? 20 bitta bo'lar ekan.
Endi ikkalasi ham bir to'g'ri chiziqda bo'lishlar vaziyati nechta? Ikkalasi ham bitta to'g'ri chiziqda bo'ladiganlar. Demak, mana 4 ta nuqta bor. 1, 2, 3, 4. S 4 tadan 2 ta. Ya'ni buni hisoblasangizlar 6 ta bu. Demak, bitta to'g'ri chiziq bo'lish vaziyati. Ya'ni biz 6 marta sanayapmiz. Mana bu to'g'ri chizig'i. 6 marta sanayapmiz. Men necha marta sanashim kerak bu chizig'i? 1 marta sanashim kerak. Ya'ni mana 21 tadan 6 marta sanashayri faqatgina 1 marta sanayman deb qo'yaman, bo'ldi. 21 dan 16 ketsa 15, 1 qo'shsam 16 ta, demak to'g'ri chiziq borligi kelib chiqadi menda. Va 20-masala boya ishladik bu masalani 8 ta nuqta orqali nechta turli bunda to'g'ri chiziq debdi. Biz uchburchagini ishlagandik. Demak, to'g'ri chiziq uchun menga nechta nuqta kerak? E'tibor berasizlar. 2 ta nuqta kerak to'ppa-to'g'ri. S 8 tadan 2 ta, ya'ni 7 kere 8 taqsim 2. 28 ta, demak ikkitasini tanlashlarim soni bu. Mana shu to'g'ri chiziq, ya'ni O, S dan o'tgan to'g'ri chiziq necha marta sanalyapti? 4 ta nuqta bor, shundan ikkitasini tanlashlarim soni, ya'ni 6 marta sanalgan. OK-chi, OK menda necha marta sanalgan? OK. S 5 dan 2. Ya'ni bu 10 marta takrorlangan. Ya'ni sanalgan. Men buni ham 1 marta sanashim kerak, buni ham 1 marta sanashim kerak. Shuning uchun 28 dan 6 tani ayirib 1 marta sanaganim qo'shib qo'yaman. Chiqqan natijadan 10 tani ayirib yana 1 marta sanaganim qo'shib qo'yaman. Demak 6 bilan 10, 12 ayrilyapti. 28 dan 12 ni demak biz ayiradigan bo'lsak chiqadi. Kechirasizlar, 28 dan 16 ni ayiradigan bo'lsam 12 chiqadi. Ustiga 2 ni qo'shsam, demak 14 ta to'g'ri chiziq borligi kelib chiqadi. Ya'ni 14 ta bizada to'g'ri chiziq bo'lishi kelib chiqadi. Menimcha 20-masalani yechimi ham hammaga tushunarli bo'ldi. Hammaga rahmat e'tiborlaringiz uchun. Keyingi videoda endi qolgan masalalar yechim bilan sizlar bilan tanishib chiqamiz.